Ana o'ng tomoniga ahamiyat bersalaring qizarishni boshladi. Hozir soat 11larda qizg'ish tusga kirib qoladi. To'liq yerda soyasiga kiradi. Yaxshi yerchilarda ham efiri bo'lyaptimi, biror narsa deyishyaptimi, yaxshi yerchilar ham ko'rsatib olsin o'zlarini qandaydir versiyalarini. Hozir aka bantidi. Hozir ozgina turib ko'rish mumkin bo'ladi aka. Mana ushlab turasizmi? Primo efirdasizlar aka. Akalar, bunaqa sizlarda primo efir. Ham ozod beradi. Shular ketarkan. Ana u o'ng tomoni qizarishni boshlayapti do'stlar. Kimlardadir bo'lishi mumkin, ba'zi viloyatlarda bulutli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Mani vaqtim bu yetmasa, Sardor Turdaliyev degan odamni profilida primo efir ketyapti ekan, o'sha yerda ham ko'rishlaring mumkin. Men taniyman u bolani, o'zbekistonlik. Havaskor astronom menimcha profilining nomi. O'sha yerdan ham